Shashlik govdaga yarashib keldi. Polvon akam bu shashlikka bo'kib qolmas ekan. Chashma nurni xanjarga qilingan shashlikka baho berasiz. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, tasavvur qilinglar, naq 1 metrlik g'ijduvon qiyma shashligi Sixi ham ukamiz aytgandek qilichdek kelar ekan. Narxi 150 ming so'm, ko'rinishi rostdan ham noodatiy. Xo'p, kattaligini ko'rdik. Endi bo'lsa mazasiga birgalikda baho beramiz. Ko'rib turganingizdek, shashlik juda ham sochli. Mazasi ham ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Keyin bilsam, bu shashliklar haqiqiy buxorolik akamiz tomonidan tayyorlanar ekan. Xullas, noodatiy ta'mni noodatiy ko'rinishda tatib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu 1 metrlik shashlikni sizlarga tavsiya qilaman. Voy, 1 metrni yeb qo'ydi o'zi. Bularni yeb hozir to'chna bo'kib qoladilar. Polvon aka, desertga baliq shashlik bilan bedana shashlik olib keldi. Gap yo'q, ukam tushungan bola ekansan. Ukamiz farosatlariga qoyil qolib, Chashmai Nurdagi yana bir noodatiy shashliklarni tatib ko'rdim. Baliqli kabob, ta'miga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari bu yoqda shunaqa bedanani ichiga ot go'shti va dumba yog'ini qo'shib pishirishar ekan. Haqiqiy quvvat taom. Bu shashliklarni ham hammasini oshqozonga joyladik. Polvon aka, lekin boshqa shashlik qolmadi. Ukam hisoblat bo'lma. Men ham diyetadaman, shuni o'zi yetadi. Chashmai Nurga bemalol oilaviy kelishingiz mumkin. Atmosferasi bilan bemalol tanishinglar. Aytgancha ukam, bu yo'l manzili qanaqa? Chirchiq shahar, Oktyabr, Rivoj, Pog'orod. Lokatsiyani Telegram kanalingizga tashlab qo'ying. Xo'p bo'ladi.